Ko'p qavatli uylarda har kuni uchraydigan holat, sizda aniq shu holat bo'ladi. Deyarli har kuni. Soat 8:30 dan ushbu ovoz sizni uyg'otadi. Soat 9 dan boshlab esa mana bu ovoz. Tushga yaqin soat 13:00 dan boshlangan ovoz sizni befarq qoldirmaydi. Kechki soat 22:00 dan keyin esa bu ovoz o'zgacha bir kayfiyat ulashadi. Yarim kechasi soat 2 da soat 2 dan boshlab ertalabki tonggacha esa bu ovoz. Agar sizda ham xuddi shunaqa holat bo'lsa, like bosib, podpiska bosishni unutmang.